Şiiri və Dulsoz əbkəmiz boradi. Bizlərə 11 noyabr günü ülkələri bilan gəlib müraciət qılvadı. Xudo xolasa bugun yanvarın 12-si yine şu 2 ay deganda ishlari bitdi xudo xolasa. Bemalol ketaveradilar. Sankt-Peterburgdan qo'yilgan edik. Sankt-Peterburgda bo'lgan. Nechga ekan ishonarli nima ekan shunda? 100% kelaverasizlar. Xudo xolasa endi agar xudo xolasa aeroportda olmasa o'tib qolsalar, xudo xolasa yana bir video xudo xolasa olib yana keldik, ammo hammasi yaxshi bo'ldi, xudo xolasa tashlab beramiz inshaalloh. Endi ayol kishi o'zlari tushunmaydi. Banda shu ukalar tushib turibdi. Xudo xolasa aka, mana borgandan keyin bolalaringiz esa bir pasportingizni tutib, Farzandlari va video olib farzandlaringiz yanına borasiz-ku. Shu vaqtida bir video tashlab berasiz. Kiming Rossiyada bir срочный запрeti bo'lsa, albatta hozirgi kunda buni bekor qildirish imkoniyati bor. Organ orqali yoki sud orqali bekor qilsa bo'ladi. Bizning Moskvada ishonchli advokatlarimiz bor. Shu Rossiyadagi deport, zapret, reestr, shu qarzdorlik, patent hamma narsani aniq tekshirib beradi va shu deport, zapretlaringiz ochiladigan bo'lsa, shu sud yoki organ orqali sizlarning yuridik ishlaringizni olib borib bekor qildirib beradi. Albatta bemalol Rossiyaga kirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizning ofisimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida, Urduni ko'chasida, Ma'rifatchilar 76 desangiz lokatsiyada chiqadi. Al-Kuvayt degan binoda joylashgan. Ertalabki 9:00 dan kechki 9:00 gacha kelib yuzma-yuz gaplashsangiz bo'ladi ofisimizga kelib. 12 gacha onlayn ishlaymiz. Bu yerda arzon aviabiletlarni xarid qilsangiz ham bo'ladi. Rozimisiz? Ha, bo'ldi. Rozi bo'lgan xizmatlaringiz. Xudo xolasa borgandan keyin video tashlaymiz inshaalloh. Bo'ldi. Asabga kutan, xudo xolasa videomizni. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Deportda zapreti bor do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yinglar.